Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2021 yıl 4. ayının 15. günü vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu toxtalsak, Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Meclisi'de Senatör Gregory W. Max ve Senatör Michael McCaul 4. ayının 15. günü, yani 14. günü tünügün haber bugün kelgende 14. günü Amerika Devlet Meclisi'de oturdu. Kanun layihədigidək bir fikirni oturğu qoyuyor. Uygurlarını qırğın qılıbatqan, etnik qırğın qılıbatqan Cungo hökumətinin qılmışlarını Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komitetiga kelib muhokama qilish, zaruriy vositalarni qo'llanishga tegishli zaruriy vositalarni qo'llanish kerak. Shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı Genoside'ye etnik tazılaşqa alaqadar imzalagan yoki cheklash, etnik tazılashni cheklash to'g'risida imzalagan ahdnomaning ro'yi bo'yicha Uyg'urlarga Xitoyning qaratgan siyosatini, ya'ni Jungoning qaratgan siyosatini ayblash va bu to'g'rida Birleşken Devletler Teşkilatı tekshirish elib berishi lozim deb qonun loyiha yoki fikr o'tirib qo'ydi. Hurmatli vatandoshim, bu birinchi vaziyat. İkinci vaziyet yana bir noktada bir kechida o'zgargandek bir holat shakllanadi. Men shunday hisoblayman o'zimcha. Lekin 3. ayning 18. kuni, 19. kunidagi Alyaskada shakllangan vaziyatga ona tema xarakterlik vaziyatdan ayrilib ketmay, şu asoslar ustida, şu asoslarga asoslanib vaziyat yana bir kechida o'zgarish hosil qildi deyishga men ruxsat qilinglar, hurmatli vatandoshlarim. Chunki buning ichida Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden prezident Vladimir Putin bilan telefonlashdi hamda Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatlarini yaxshilash to'g'risida fikr almashtirdi. Xalqaro vaziyatga oid fikr almashtirdi. Shundaqla mushu masala to'g'risida bu qatam Nobel mukofotining varianti. Gorbachev 90 yoshli Gorbachev endi kechiktirishga bo'lmaydi dedi. Lekin konkret aytmadi, endi kechiktirishga bo'lmaydi. Ehtimol bu yerda Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatini ko'z tutgan bo'lish kerak, hurmatli vatandosh. Yana bir nuqtada vaziyatning 3-chi xil shakli. Esla oxirida muhokama qilishim kerak edi. Kechiringlar, bu vaziyatga ulanib ketdi bu ish. Yana bir konkret shakl vatandosh. 5. ayının 1. günüdün başlap yoki oxirgi nuqta. Bu yil 9. ayının 11. günüdün burun Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistonda turishliq askariy qismlarini chekindirish va NATOning Afg'onistonda turishliq askariy qismlarini chekindirish to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden nutq so'zladi. Biz bugun mushu leksiyalarni sizlarga so'zlaymiz vatandoshlar. Shundaqla oxirida vaqt qaraymiz. Vaqt deganimizda bizdan kameramizdan ahvolidagi vaqtga qaraymiz, unda muhokama qilamiz. Bugun umumiy sizlarga 5 parcha leksiya so'zlaymiz. Afg'onistondan askar chekindirish, Rossiya Amerika munosabatlarini yaxshilash asosligi mushu ishga temada 5 parcha leksiya so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar. Vaziyat ciddi özgürüş davriga kirdi. Endi bu yerda leksiya so'zlaganda, masalan, Afg'onistondan askar chekindirganda
Cüngü Kompartiyasının burayındaki heveslerge, kızıqışlarga, yoki O'rta Osiyoga singib kirishdan qo'ygan qadamlarga bir ikkilinib, bir etilib, bir ilgirlab degidek O'rta Osiyoga singib kirish siyosatlariga qanday ta'sir ko'rsatdi? Biz uni oxirgi muhokama yoki atki muhokama qo'yib turib so'zlaymiz, vatandoshlar. Esingizda bo'lsin, ehtimol mening esimda qolishicha 2015-yili 8-oyning 3-kunida Cüngü Kompartiyasi Afg'oniston, Pokiston, Tojikiston davlat boshliqlari, Cüngüni qo'shganda 4 davlat diplomatlari Urumchi shahrida yig'in ochdi vatandosh. Afg'oniston masalasi to'g'risida. Endi bugun qaraymizki, Afg'onistondan Amerika Qo'shma Shtatlari askar chekindirdi. Hozir chekindirdi degan gap bir bo'shliq qoldi degan gap. Bu bo'shliqqa kim yetib keldi? Bunga ajablanamsiz, hurmatli vatandosh. Türkiye hükümeti şunda çakardı de ki biz 10 kunlikken 4. ayının 24. günden başlap Afganistan'ın kelgisi ve tenişliği burayındaki tenişliği için 10 gün udaşığın açımız alakadar devletle bu yığın katlaşıdı dedi. Demek yığın etçe şokoka Türkiye'ye verildi mi? Türkiye NATO'nun azası. NATO bugün burayından çekinirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar askerlerini burayından Afganistan'dan çekindirdi. Tinchlik musofasi yorilish kerak. Tinchlik musofasi qadam qo'yilish kerak. Bu tinchlik musofasiga riyosatchilik qiladigan davlat Turkiya bo'lamdi. Vaziyatning o'zgarishi ajoyib, hurmatli vatandoshlar. Mana shular to'g'risi bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz. Leksiyamızı başlayımız, vatandaş hazırmak kiri söz, orada vaziyet, orada vatandaşlarımızın tapşırdık. En mühimi bunun içindeki qarab turanga asker çekindirişli devletle oturuşundaki bir tertip değil. En mühimi devlet meclisi yani 2 neferi senatorumuzdan Uygurlarını etnik kırgın kılışlı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bexatarlik komitetiga. Bu bexatarlik komitetiga Cüngü qatnaşkan, Asiya Afrikadagi yanchiqchi davlatlar qatnaşkan demek ya. Bexatarlik komiteti emasdi. Belki 5 davlatning bexatarlik komitetiga 5 davlat a'zo bo'lgan bexatarlik komitetimi men buni ayryapmidim, lekin shu darajaga ko'tarildi deyli. Uyg'urni qirg'in qilishi shu darajaga ko'tarish va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining darhol tekshirish umiga avatishni taklif qilishi 2 nafar senatorimizdan bu siz uchun vaziyat ustiga qo'shilib kelayotgan, sizni bizni umidlantiradigan Uyg'urning beshida kulfatlar qachon tugaydi degan savolga berilayotgan javob tariqasidagi vaziyatning ifodalanishdir, hurmatli vatandosh. Endi tuvan leksiyalarimizni boshlaymiz. Bu leksiyamiz oxirlashdi.